Kelasilarga arzon narxlarda podключ kottejda topib qo'yganman. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham chiroyli variantda tushgan. Ukalar hamma qulayliklari bilan 1,5 sotkadan 9 sotkagacha narxini ukalar 98 mingdan boshlanadi. Podключ variantida 4 xona plus oshxona plus holi bilan hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svetdan umuman 100% topib qilingan bitta ko'cha tarafidan tushuntirib beraman. Shunda yo'lni yuzidan kelasizlar ukalar. 200 metr kirasizlar, kottejning posyologimiz joylashgan bo'ladi. Sizlarga bitta tushuntirib beraman. Kelamiz, elektronli darvozalar qo'yilgan. Bu tarafdan kirish eshigi umumiy sanuzel ko'chagimizning o'ziga kichkinagina zilonli zona. Bu tarafga bitta mashina uchun joy. O'zingizlar ko'rib o'tishinglar mumkin. Juda ham chiroyli variantda qilingan. Bu yog'imizdan bitta xonamizdan tegi selli podval qilingan. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan tushuntirib beraman. Kirib kelamiz, uzun koridorimiz joylashgan bo'ladi. O'ng tarafimizda oshxonamiz joylashgan. Mebel texnikalari bilan qolsanglar juda ham zo'r bo'ladi akalar. Yonginasida bitta spalnimiz, detskiy variantda foydalansanglar, o'zini sanuzel qismi bilan birga. Bu tarafimizning qizlarga yonginasida yana bitta spalnimiz bo'ladi. Buni bolalarimiz uchun qilib bersanglar, juda ham zo'r variantda bo'ladi. Bu tarafimizda umumiy sanuzelimiz joylashgan bo'ladi. Katta holimiz okalar, remontlari juda ham did bilan qilingan. Podключ variantli xonadonimizni yana bitta spalnisi bo'ladi. O'zingizlar ko'rib o'tishinglar mumkin. Eng oxirgi xonasi bu zalimiz bo'ladi. Zalimiz juda ham katta okalar, ko'rib o'tishinglar mumkin. Hamma qulayliklari bor. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Sizlarga bitta zo'r narsani aytaman okalar. Mana bu yoqni olsanglar, mashinani bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham zo'r variantda qilingan. Hamma qulayliklari bor okalar. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman 100% topib qilingan. Ideal variantli xonadonlarimizdan okalar sizlarga 98 mingdan boshlab berib yuboramiz. Okalar o'zingizlarga bog'lanish uchun pastda nomerlarni qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.